Shu opani taniganlar bormi? Yetkazing menga. Assalomu alaykum. Sizimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Balandroq gapiring, balandroq. Voy, bitta savol bersam maylimi? Bitta savol bersam maylimi? Bitta savol bersam maylimi? Siz hammani siz hammani kuchaytiraverar ekansizda. Hamma yorishini xohlayman, onasisin bu dunyoda. Bitta savolim bor. Agar 24 soatga erkak bo'lib qolish imkoniyati berilganda, birinchi qiladigan ishingiz nima bo'lardi? Birinchidan maza qilib o'pishardim, ikkinchidan tug'dirardim. Bir kunda. Qaysi birini uddalayapsiz? Yo'q, odamni qiynab qo'yar ekansiz nega? Kelib qoldingiz, lekin ko'rdingiz. Hali uylanganim yo'q. Na o'pishni bilasiz, Nimaga? tug'dirishni bilasiz. Yaxshi insondan, kuchli shaxslardan, pozitiv insonlardan farzandlar ko'p bo'lishi kerak. Ha. Ayniqsa agar erkak ham ayol ham kuchli bo'lib uchrashsa, unda tug'dirish kerak, srochno, zudlik bilan. Videoga bosib olinglar qizlar, sizlarga ham shu savol berilganda va shu imkon berilganda, 24 soat erkak bo'lib qolish imkoniyati berilganda nima qilardilaring? Kommentga yozib olinglar, opaning javoblarini. Shu opani taniganlar bormi? Yetkazing menga. Assalomu alaykum. Sizimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Balandroq gapiring, balandroq. Voy, bitta savol bersam maylimi? Bitta savol bersam maylimi? Bitta savol bersam maylimi? Siz hammani kuchaytiraverar ekansizda. Hamma yorishini xohlayman, onasisin bu dunyoda. Bitta savolim bor. Agar 24 soatga erkak bo'lib qolish imkoniyati berilganda, birinchi qiladigan ishingiz nima bo'lardi? Birinchidan maza qilib o'pishardim, ikkinchidan tug'dirardim. Bir kunda. Qaysi birini uddalayapsiz? Yo'q, odamni qiynab qo'yar ekansiz nega? Kelib qoldingiz, lekin ko'rdingiz. Hali uylanganim yo'q. Na o'pishni bilasiz, Nimaga? tug'dirishni bilasiz. Yaxshi insondan, kuchli shaxslardan, pozitiv insonlardan farzandlar ko'p bo'lishi kerak. Ha. Ayniqsa agar erkak ham ayol ham kuchli bo'lib uchrashsa, unda tug'dirish kerak, srochno, zudlik bilan. Videoga bosib olinglar qizlar, sizlarga ham shu savol berilganda va shu imkon berilganda, 24 soat erkak bo'lib qolish imkoniyati berilganda nima qilardilaring? Kommentga yozib olinglar, opaning javoblarini.